O'zbek shou-biznesi olamining taniqli vakilasi Ozoda Nursaidova haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Xalqlar do'stligi san'at saroyida 10 kunlik konsert dasturini taqdim etayotgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova klipi syomkasida yuz bergan ko'ngilsiz hodisaga yana bir bor munosabat bildirdi. Hamma narsani boshlagan o'sha qizni mashinaga o'tqizgan odam men yo'q edim, men bilmabman deb turibdi. To'qmoq avvaliga mening boshimga sindi. U esa o'sha yerdan chapak chalib o'zini jinniga solib turibdi. Men shunaqa xulosa qildimki, bundan keyin tayini yo'q. Noprofessional odamlarni hech qachon yaqinimga yo'latmayman. Hech qachon bunaqa o'lda-jo'lda san'at adashib kirib qolgan na bir kasbini tayini bor. Harom xarish odamlar o'zimga yaqinlashtirmayman. Biz mana shunaqa odamlarning kasriga qolib ketdik. 15-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanida sudida Ozoda Nursaidova qo'shig'iga klip suratga olayotganda sodir bo'lgan mudhish avtohalokatning sud jarayonlari boshlandi. Dilbarim qo'shig'iga klip suratga olish jarayonida Sabrina Jabborovani 16 yoshli aktrisa gelikda bosib ketgan edi. Sabrina Toshkent shahrida muvaffaqiyatsiz operatsiya qilingan. Shundan so'ng bir oyog'i kalta bo'lib qolgan edi. U o'zi bilan yuz bergan voqea haqida ijtimoiy tarmoqlarda so'zlab berganidan keyin ko'ngillilar tomonidan unga jami 367 million so'm yig'ib berilgan edi. Shundan so'ng aktrisa Istanbul shahrida qaytadan operatsiya qilinib, to'g'ri yura boshladi degan video lavhalar tarqaldi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.